Assalomu alaykum do'stlar. Mana yana bir ishimizni o'zini olib ketkazmoqdamiz. Bu yerda kecha shapkalarni qildik. Dorixonalarni va ichki shapkalarni qilib bermoqdamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana kecha shapkalari juda ham go'zal holatda qoshga 90 gradusli fasonda bo'lmoqda. Mana bu yerlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerlar ham juda ham go'zal holatda. Mana dorixonalarni ham ko'rishingiz mumkin. Dorixonalar ham hovuz fasonda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirilmoqda. Azizlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanish mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. Azizlar, eslatib o'taman, joyning davlatdan dunyoning kvadrat ko'proq ketadi. Chunki dunyoning bukilishi va o'simish qattiqishi ham bor. Buni ham inobatga olib qolamiz. Azizlar, hozircha xizmatlarimiz vodiy bo'ylab davom etmoqda. Agarda vodiydan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. İşimizni ko'rib o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying va bu videoni telefon qilinmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.